Aziz yurtdoshlar, aziz hamshaharlar, mana biza bugungi obyektimizni tugatdik. Mana bu kishi mana shu hovlini yon qo'shnisi bo'lar ekanlar. Bu kishi doimiy bizani yonimizga kelib turadilar, ishimizni kuzatib boradilar, so'rardilar. Nima qilyapsizlar, qanday qilyapsizlar, nima bu o'zi deb so'rardilar. Lekin ana endi aka qarang, shu ishimizda birdan 10 bo'lsa, nechi baho bergan bo'laysiz aka? Baho bergan bo'lardim, chunki buni mashaqqati juda ham qiyin va vaqti juda ko'p talab qiladi. Mehnat juda ham zo'r bo'lganligi ma'lum. Qarang, mana bu silliqligini ko'ryapsizmi? Siz boya so'radingiz mendan, qanday qilgansizlar buni? Uni yuvsa ham bo'lar ekan-a dedingiz, to'g'rimi? Yuvsa bo'ladimi? Ha, bemalol suvni keltirib shunday sachrating ana shunga. Bemalol. Lekin sirini aytmayman, buni qanday qilganimizni. Sirini aytmayman. $100 berib keyin aytaman. Hay, bo'lmasa bo'lib to'laysiz. Hamma narsani bo'lib to'layapti-ku odamlar kreditga. Sen bo'lib to'laysiz. Qarindosh urug'chiliklari yo'q. Qanaqadir do'st emas biza. Bu kishi teng bo'ldi mendan juda yoshsa, hali o'qishda institutda o'qiydilar, lekin juda yoshlar. Shuning uchun akalar mana xolis insonni gapi. Xudo xolasa nasib bo'lsa, shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. 99 lik 198 20 89. Kerak bo'lsa mana xolis insonni fikri mana shu. Endi bu kishi iloji boricha meni kameraga ko'rsatmang dedi, uyalaman dedilar. Shuning uchun sen nima qilyaptilar endi? Iloji yo'q endi. Mayli. Xizmat bo'lsa aytasizlar 99 lik 198 20 89. Aloqaga chiqinglar.